Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi ishimizdan birisi yana Cobalt bo'ladi. Yil 2014. Avtomat. Xudo xolasa klientimizga 2014-yilga mana shu kilt yozib beramiz hozir. Klient o'zidan ham shunga o'xshagan kilt, prosta korpus o'sha bir ishlatib bitdi, korpus. Hozir xudo xolasa u korpusini ham ko'rib beramiz. Bu korpusda içine palata o'rnatib bering deb turibdi, zapasni pult qilish uchun uni o'rnatib ko'ramiz. Lekin nesi palatasi eski vipsga bu korpusga sal to'g'ri kelmaydi. Boshqa korpusdan предлагать qilyapman, klientga ko'ramiz hozir. Biz bu kiltni yozib bo'lsak, keyin ikkinchi o'zining radnoyini remontlab berishga o'rnatib ko'ramiz. Kiltimizni ham yozib bo'ldik. Ko'rib turganlaringizni bana aytib o'tganimdek toza vipsga bo'ladi bu. Ishlashlari ochishi. Endi mashinamiz 2014, aytdim avtomat deb. Burada yana qo'shimcha fishkalar, bu redga keladi. Men ko'rib turganlaringizdek indikator. Endi burada indikator yangandan keyin agar men eletonni bosib tursak, mana o'sha ko'rib turganlaringizdek migat etib boshladi. Bunday vaqtda eshikni ochsak, mana mexanik eshik ochilsa, signalizatsiya ishlab ketadi. Mana shunday funksiyalar ham bor. Evvelgilarda bor bu. Уже bu полноценный охранный sistema hisoblanadi. Mana kiltni tushirsak, bir qo'llasa neudobno turibdi. Buni biz yozib bergan kiltimiz. Toza kilt. Bu pustoy bana aytganimdek korpus bu. Hozir xudo xolasa bu korpusini ham ko'ramiz. Keyin neda klientimizga kilt minaki radnoyni bu yoqqa immobilizerga o'ttirib, короче, chipni yaqin obход qilamiz deb chipni bu yoqqa zamokni ichidan tashlagan. Hozir bu chipni yaxshilab sipirib ortib, remontlab, buni podходящий korpus ko'ramiz hozir xudo xolasa. Tak, keyin bu mashinamizda bagajnik ishlamay turibdi. Ko'rib turganlaringizdek komanda berib turibman. Klient aytdim o'zidan bagajda qanday muammosi bor, zamoginda biz buni ham ko'rib beramiz. Hozir kiltni ham zatochka qilib olamiz, xudo xolasa. Keyin bana aytganimda mana chipni. Tak, bu chipni men klientimizga tak, bundan korpus предлагать qilyapman. Чтобы klientda полноценный екі kilt bo'lishi kerak. Mana shu korpusimizni xudo xolasa palatani shu korpusining ichiga qo'yib beramiz. Tak, bizlarda bu yerda kichkina muammo hosil bo'ldi. Sababi hozir yonilgan kilt neni ochmadi bagajda. O'zining kilti kirgandan keyin avvalgi ochib turgan kiltni ham ochmay qoldi. Sabab zamokning ichida постоянный chang ne bo'lgan, zamok почти kiltda kam ishlatilgani uchun shunday bo'lib qolgan. Boshqa mana водительский eshiklar neni ochib turibdi. Hozir bir qator zamoklardan zavodni ko'rib beramiz. To'g'rilansa zamokning sostoyaniyasi menaki. Buni hozir yuvib tozalab, maylab beramiz. Xudo xolasa kilt bilan ham cho'tki ishton bo'ladi. Bagaj zamogimiz nihoyat ochildi. Klient aytadi, kiltni ochib qo'ydim, lekin cho'ti mana ko'rinishda men o'zim ishong'im kelinkiramadi. Zamokni ishlab turganini. Hozir pillarni hammasini tozadan terib taxlab beraman xudo xolasa. Pillarimizni holati ko'rib turganingizdek. Bular hammasi tozadan 8 pin ham tozadan teriladi, purjulari bilan plus. Purjullar bari chirib ketgan. Bagajning zamogi. Bu mashinamizda yana uzoqdan olmay turibdi. Hozir mana antennani olib turgan yeri, u ko'rib turganingiz yo'lning ayog'ida. Qaytaver. Tak, bagajning nesi ishlab berdik, zamogini. Eshikka tegmaydi, eshik o'ziniki и zajiganyasini. Hozir menaki antenna modulni qo'yib tekshirib o'tiramiz. Bu yerda qilingan shunda ne bo'ldi? Propiska qilindi, tozadan kilt, bu toza vipska kilt ishlashi. O'zining radnoy ichidan chiqqan, immobilizerning antennadan chiqqan nesini palatasini korpus qo'yib berdik mana hozir bilan. Plus bagaj ne etmaydi edi, zamogi. Bagajga toza zamok qo'yib berdik. Даже mana nelarimiz ekan, spitsini qo'ldan ishlab berdik. Короче, birga bir bo'lib chiqdi. Xabarlashaverasiz, ekran nomer qoldiramiz. Zamok kilt muammosi bo'lsa, xabarlashaverasizlar.